Insonlarda shunaqa fikr borki, qaysi bir inson boy bo'lib ketgan bo'lsa, demak u yaxshi odam. Yaxshi odamki unga Xudo berib yaxshi bo'lib ketdi degan fikr bor. Rostdan ham shunaqami? Desa, insonlarning hayotini yaxshilab ko'zdan kechirsangiz, insonning boyligi uni yaxshi yoki yomonligiga umuman aloqasi yo'qligini ko'rasiz. Ba'zi bir insonlar bo'ladi, juda ham yaxshi inson, juda ham o'zini tutishlari, xulq-atvori, xalqqa foydasi tegishi, hamma taraflama juda ham yaxshi, a'lo inson bo'ladi. Lekin u inson boy bo'lmaydi, kambag'al bo'ladi. Ba'zi bir insonlar bo'ladi, qo'polroq qilib aytganda, Xudo urib qo'ygan insonlar bor, lekin milliard pulga qodir. Demak, inson yaxshi bo'lganligi uchun boy bo'ldi, yaxshi insonligi uchun boy bo'ldi deb bo'lmaydi. Boylik yaxshiga ham, yomonga ham kelaveradi. Hammaga sinov bo'lib keladi. Kimgadir boylik sinov bo'lsa, kimgadir kambag'allik sinov. Siz yaxshi insonsiz-da, o'shanga Xudo beraveradi sizga deb qo'yishadi-yu paxtachilar. Hech qachon unaqa emas. Qancha umri faxsh bilan o'tib ketgan insonlar bor. Boshi ifloslikdan chiqmaydigan, jirkanchlikdan chiqmaydigan odamlar bor. Shuni orqasidan pul topadigan erkaklar va ayollar bor. Puli ko'p ularning ham. Puli ko'p degani yaxshi inson, puli yo'q degani yomon inson degan tushunchaga kelmasligimiz kerak. Nimadan shunaqa tushunchaga kelamizsa, manfaatparast bo'lib qolganligimizdan, pulni hamma narsadan ustun qo'yganimizdan shunaqa fikrga kelamiz. Yaxshi inson boy bo'ladi, yomon inson kambag'al bo'ladi. Hech qanaqa unaqa emas. Ba'zan yaxshi insonlar ham boy bo'la olmaydi. Ba'zan yomon insonlar, hayoti jirkanch o'tgan insonlar boy, milliarder bo'lib ketadi. Bu shunaqa qabul qilinishi kerakki, hammaga har xil sinov keladi. Kimdir boylik bilan, kimdir kambag'allik bilan.